Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana Real Gap 90 kanalining admini Ag'abek ukamiz uchun maxsus video bo'ladi. Dehqon bozordan xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushirib boramiz. Qo'ldan kelgancha tushirib baholarni ro'yxatga ko'rsatib o'tamiz, tez-tez tushirib. Qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Ag'abek sen uchun eksklyuziv video bo'ladi bu xudo xolasa. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa, eldindan uzr so'raymiz. Pasiyanli bozorda tushirib urmoqman endi. Qo'ldan kelgancha tushiraman. Montaj etmay, pryamoy chiqarib yuboramiz-da bu videoni xudo xolasa. Karakterini pauzaga qo'yib kuzatib boraverasizlar. Hozir baliqlarning bahosini so'raymiz. Ay bu baholar necha so'm baliqning? 35 dan? Turisi var da 35 so'mdan boshlanib 100 minggacha keladi. Bo'ladi. Quru Толстолобиga bu maybash. Maybash. Sudaklar yo'q. 35 dan 50 gacha. Ichkarida baholarga qo'yvarik baliqlardan. Mesela ben 47 mingtadan boshlanadi. O stik degan stik deb aytiladi. Zaten pangas bu. Vaqada bu o'zimiz. Turisi 35 ming so'm. Arqalan ziyat bu. Bo'ladi. Ularga mentayimizda 3 xil var. Mentayimizki bular 31 ming so'mdan boshlanadi. Klasi. Ha, belgisi var onlarga. Bu muzbaliq mı mentay degan? 29 ming so'm bu. Bu sudak mı bu? Ya bu sudak da bu. Buna var 34 ming so'm bu. Ish qilib berdi. Bu qaysi baliq bu? Bu da mentay bu. Mentay. Bergini? Bu da mentaydan lekin sudakda. Shundan farq etadi. Ya nima ekan ya bu? Okun degan baliq bor-da. Sudakka o'xshagan. Ha. Shumi? Lekin mayboshimiz bor bular. Klasinchadan bu. Va 36 ming so'mdan. Kelishib beramiz buni. Bir yarim bor, 2 kilo 300 gacha. Yalan balig'imiz bor, yalan balig'imiz 40 ming so'm bor. Bo'ladi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bu da sudaqlar bor onda. Bir xatar. Sazan bor yoqda. Sudak. Qani? Diki sazan bular. 60 ming so'm. Hozir zapret bo'lmasa, boshlatmasa kamera o'tirib. Necha dedingiz bahosini? Bular 65. 65. 60 dan beri. Yakın. Maybash. Mayboshlar. Nechadan bahosi bular? Mana mayboshimiz. 33 ming. 33 mingdan, ha? Hozir zapret bo'lgan boshlatmasa kamera qo'yibsiz-da buni. Kelaverasizlar do'stlar mana. Gurlan baliq bozoridan. Rahmat ma'lumotlar uchun. Buni endi ya Real Gap jo'ramiz aytibdi bir xato tushirib bering deb. Syomka etib bering. Do'stlar mana baliqlarning bahosini bildik qo'ldan kelgancha. Hozir xo'roz, tovuq, jo'ja, o'rdak, g'oz, induk barini bir xato tushiramiz. Ko'rib, assalomu alaykum. Necha so'm deb tursiz xo'rozda? 200 dan. Necha? 300 ming, ha? 200? Ha, 200. Assalomu alaykum. Shamugo bu, ha? Bo'laman tushirsak necha so'm bu? 300 ming, ha? Bu endi Qo'shoton parodami bu? Ya ne uchun, ha? Tuxumliq. 300 ming. Qana keling. O, buni boshqacha da unikanga xolos ekan. Unda shuga bor ekan buni. Necha so'm ekan bu? 250 deb topdim. 250, ha? Bundan ko'pmi bundan? Bor. Nomer aytaring shunda. 99lik. Aha, 99lik. 168 168 04 04 82. 82. Kim deydi siz? Atangiz kim? Bobojonov Ramiz. Bobojonov? Ramiz akani. Telefon xabarlashib olaverasizlar. Rahmat. Qaysi kanalda chiqadi endi bu? Bu Real Gap 90 da chiqadi. Hasanboy. O'zim kanalimga ham qo'yaveraman. Hasanboy Boltayev. Necha so'm ekan unduk? Necha so'm? 250. Hozir 1 ming. 250. Bu bilan gaplashingda. Necha so'm qani? 110 ming. 110. 130, ha? Nomer aytasam-a? Nomer yo'q, ha, shart emas. Yaxshi. Necha so'm ekan? 250. Yaxshi, bir xatoning jujaqlardan so'rib. Jujaqlardan so'rib qana.
O'ng'ayliroq yerlardan. Jo'jalancha so'm ekan? 18. 18 dan ha? Necha kunlik bu? 40 kunlik. Jo'jalamiz. 5'ten beri veraman. 5'ten necha kunlik bu? Haftalikmi? Ha, 3 kunlik ha? Mana haftaligi. Ha. 6,5. 6,5dan. 6,5dan 7dan ha? Yaxshi, rahmat. Jo'jalanchadan necha so'mdan ekan bular? 22. 22 dan. Ha, belgilarni? 21 dan. Necha so'm ekan jo'jalar? Arg'alar nima ular? Boshqa 12 dan ha? Bular tuxum uchun ha? Ha, go'sht. Qanday poroda? Brullermi? Ha, yaxshi, rahmat. Mana video bor ekan bunda boshqacha jo'jalar. Mana shunday gaplar do'stlarim. Obunachilar. Necha so'mdan ekan jo'jalar? 21 dan. Necha so'm ekan o'rdak jo'jalar? O'rdaklar 10,000 so'mdan. 10,000 so'm? Assalomu alaykum. Bo'lamoq tushirsa necha so'mdan? 14 necha so'm? 250. 250. Xo'roz ne? Aha, rahmat. Sizniki necha so'mdan bu xo'rozlar? Uchuv bir xil bular. 110 dan ha? Mana. Bugungi bozorning bahasi shunday do'stlar. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Bugun Chistoning 9-i 2025-yil. 9-aprel. Qayerda o'tiribdi bu? Esdami? Bo'ladi, yaxshi qayerda. Xo'roz necha so'mdan? 150 dan. Aha. 130 dan. 150. Mana 150 mi? Bergini? Hammasi. Değer shunday 130, 150. Mana buni qaralar. Buni ya qara shahzada deganmi bu? 300 dan bo'ladi. 300. Buni qimmat ya klass o'rma. Og'ir bo'ladi. Bu internetda ko'rgandagidek tamom emas ekan. Bo'ylar ya gaz ballonlar bilan tenglari bor-ku. Yelib qo'yami ya bu? Buni boshqacha kerak bu. 14 necha so'm? Kimniki bu? Iyasi yo'q o'xshaydi buni. Ha, qo'yan bor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Necha so'm ekan bu qo'yan? Qo'yam 70. Kaliforniyada. Meni tushunma. Ha, yaxshi. Kaliforniya. Aha. 70 so'm. Jo'jalar 10,000 so'm 9 dan beraman. Ha. Buni misli tovuq uydiki. Ha. Jo'jasi 6 beraman. 7 deb turibdi. Real gapdan ko'rasiz. Hasan boy batayib desangiz ham chiqadan qo'yaman. Boraman bola. Real gap uchun, Real gap 90 uchun maxsus video tayyorlayapmiz. Ular nega emas bu, ha? Yo'q. Real gap 90 Hasan boy batayib deb yozsangiz chiqadi. Tak, undushkalar so'ramoqsiz. Undushkasi necha so'm? Yana o'rtalash berin 5 ta qo'shib. Bemu nelarni belgilar? Unduklar. 400, 400, 300. Tak, yana qaysini so'ramadik. G'azg'u bu, ha? G'azlarning bahosini so'rab qopsiz. Necha so'm bu? Necha? 200. 200 dan, ha? Tak, shuni ham Şamudi qancha dedingiz buni? 250. 250. Bunlar nechadan ekan yotqanlar? Esa sizga ham bir tushirik. Assalomu alaykum. Bu ham shamumi? Ava shamumi. Necha so'm ekan bu? 350. 350? He. 350 xo'roz. Borma xo'roz ishqozlari. Bir oyoq qishaydi, ha? Sanib qishib ketdi. Ha, o'shqoq xo'rozlar bular. Bo'ladi, yaxshi savdonisini bersin. So'm?
400 deb o'tiribmiz. Молодец. Yaxshi savdosi bersin. Qozonchaga so'radim. Al shashlik so'raymiz buni. Assalomu alaykum. Necha so'm shashlikdan necha so'm? Keling, tovuq shashlik 12 ming, jon shashlik 10 ming. O'sha misli o'zimizning moldan go'sht shu. Buni pishib turgani bu, ha? U chalab pishgan ekan. Bu bitta pishadi u. Kelaveradilar, Ekobozor yoqdan buni o'yna. Farhat ota degan insot otavmi? Nima deydi bu yerda? Qaysi do'kon? Ekobozor yoqda shu Guloy do'kon. Ha, bo'ladi. Videoda ko'rganlar taniydi o'zi buni. Darvozaning yonida. Yaxshi usta, sog' bo'ling. Almalardan so'raveramiz. Almancha so'm? Qaytin? Yine bula 5. Bu 7. Ulan Ha, bo'ladi. O, nechitdi? Uchib ketdimi? Do'stlar, menda hozir bir baliqxona bor, somsaxona deydi. Yana nima bor? Quvondiq do'stimiz aytib shuni bir xalqimizga Go'shli Petr bor. ko'rsatib Balig'imiz bor. tushuntirib Balig'imiz. tushuntirib Sazan, hamma balig'imizdan bor xudo qalachi. tushuntirib aytib yuboring deyaptir mana. Farhat Farhat kafe deydi. Mana family shop kiyim do'kon. Ha, kiyim do'konining yonida. Ya istayanka mana. O'tirib ichishingizlar bor. Kelaverasizlar bemalol. Xonasi. Ichishingizlar bor. Ha, o'tirib yeb ichib bu yerda, ha? Yaxshi tushirmay qo'ydik bu yoqni. Bu yerda quriladi, ha? Shunda qo'llar. Xudo xolasa kelamiz, narsa bersa sizlarga ham tavsiya etib qolamiz, obunachilar. Mana. Quvondiq. Xizmatdan tushadi. Bo'ladi, yaxshi mana shu bilan do'stlar videoni yakunlaymiz. Mana cho'zilib ketdi. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'raymiz. Hammangizga rahmat. Real Gap 90 obunachilarni hammasini omad ishlayamizga. Endi buni o'zim kanalimdan qo'yaman, o'zi bir boshqacha video chiqadi, xudo xolasa. Hammangizga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.